Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi mavzu juda muhim. O'zbekistonda ishlovchi pensionerlarning pensiyasi avgust oyida qanday indeksatsiya qilinadi? Kimning pensiyasi oshishi mumkin, kimniki o'zgarmasligi mumkin? Va eng asosiysi, siz o'zingizni, pulingizni yo'qotib qo'ymaslik uchun nimalarni bilishingiz kerak? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar uchun, balki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiyada bo'lib ishlayotgan har bir oila uchun ham zarur. Chunki ko'p odamlar yillar davomida ishlab yuradi, lekin pensiyasiga qo'shimcha hisoblanish kerak bo'lgan summani vaqtida talab qilmaydi yoki hujjatdagi kichik xato sababli kamroq pensiya oladi. Agar siz pensiyada bo'lsangiz va ishlayotgan bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz orasida shunday inson bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi amaliy va pulga bevosita ta'sir qiladigan ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik kerak. Avvalo eng asosiy savolga javob beramiz. Ishlovchi pensioner deganda kim tushuniladi? Bu yoshga doir pensiya. Nogironlik pensiyasi yoki boshqa pensiya turini olib turgan, lekin shu bilan birga rasmiy ravishda ishlayotgan fuqaro. Masalan, maktabda qorovul bo'lib ishlayotgan pensioner, bog'chada tarbiyachi yordamchisi bo'lib ishlayotgan pensioner, xususiy korxonada hisobchi bo'lib ishlayotgan pensioner, bozorda yoki servis shartnomasida rasmiy mehnat shartnomasi bilan ishlayotgan pensioner shular jumlasiga kiradi. Ko'pchilikda bitta savol bor. Men pensiyaga chiqqanimdan keyin ham ishladim. Demak, pensiyam avtomatik ko'payadimi? Javob shunday. Har doim ham avtomatik va darhol ko'payavermaydi. Bu yerda ikki xil tushunchani farqlash kerak. Birinchisi umumiy indeksatsiya. Ya'ni davlat tomonidan pensiyalar miqdori oshirilishi. Masalan, prezident farmoni yoki boshqa normativ hujjatlar asosida pensiyalar, nafaqalar va eng kam miqdorlar oshirilsa, bu ko'pchilik pensionerlarga ta'sir qiladi. Ikkinchisi esa ishlovchi pensionerning ishlagan davri, to'langan ijtimoiy soliq, ish haqi va mehnat staji hisobiga pensiyani qayta hisoblash masalasi. Aynan avgust oyida ko'p gapiriladigan masala ko'pincha shu ikkinchi yo'nalish bilan bog'liq bo'ladi. Oldin odamlar orasida pensioner ishlasa pensiyasi kamayadi. Ishlab yursang pensiyang to'liq berilmaydi. Rasmiy ishlasang pensiyadan ayrilasan degan xavotirlar ko'p bo'lgan. Amaliyotda turli davrlarda ishlovchi pensionerlarga pensiya to'lash tartibida cheklovlar bo'lgan. Ayrim toifalarda pensiyaning to'liq yoki qisman to'lanishi masalalari mavjud bo'lgan. Lekin hozir odamlar eng ko'p adashadigan joy shuki, men ishlayapman, demak har oy pensiyam ustiga qo'shimcha qo'shilib boradi deb o'ylaydi. Aslida pensiya hisob-kitob maxsus tartib asosida qilinadi. Sizning ish davringiz, badallar, ish haqi, staj va hujjatlar jamlanadi, keyin belgilangan tartibda qayta hisoblash amalga oshiriladi. Avgust oyining muhimligi shundaki, amaliyotda ishlovchi pensionerlar bo'yicha qayta hisoblashlar ko'pincha aynan shu davrda ko'rib chiqiladi. Yoki fuqarolar aynan avgustda pensiyam indeksatsiya bo'ladimi deb murojaat qiladi. Bu yerda indeksatsiya so'zini xalq orasida kengroq ma'noda ishlatishadi. Ya'ni odamlar pensiyasi oshishini indeksatsiya deb ataydi. Lekin huquqiy jihatdan bu ikki narsaga bo'linishi mumkin. Umumiy oshirish va yakka tartibda qayta hisoblash. Umumiy oshirishda siz ishlayapsizmi yoki ishlamayapsizmi? Agar qonunchilikdagi shartlarga tutsangiz, pensiya miqdori yangi belgilangan ko'rsatkichlarga mos ravishda oshiriladi. Bunda sizdan ko'pincha alohida ariza talab qilinmaydi. Chunki tizim bo'yicha ommaviy qayta hisoblash amalga oshiriladi. Masalan, pensiyalarning bazaviy miqdori, eng kam pensiya miqdori yoki tegishli koeffitsiyentlar oshirilsa, bu avtomatik ta'sir qilishi mumkin. Yakka tartibda qayta hisoblashda esa sizning pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan davringiz muhim bo'ladi. Bu davr rasmiy bo'lishi kerak. Ya'ni ish beruvchi sizni mehnat shartnomasi asosida rasmiylashtirgan bo'lishi. Siz uchun ijtimoiy soliq yoki tegishli ajratmalar hisoblangan bo'lishi, ish haqi ma'lumotlari tizimda aks etgan bo'lishi lozim. Agar siz og'zaki kelishuv bilan ishlagan bo'lsangiz, qo'lingizga naqd pul olib kelgan bo'lsangiz, lekin hujjatda siz xodim sifatida ko'rsatilmagan bo'lsangiz, pensiya hisobiga bu davr kiritilmasligi mumkin. Birinchi navbatda pensiyaga chiqqanidan keyin rasmiy ishlayotgan fuqarolar o'z holatini tekshirishi kerak. Ayniqsa 1 yil, 2 yil, 3 yil va undan ortiq muddat ishlagan pensionerlar. Chunki ular mening pensiyamga bu ish davrim qo'shildimi yoki yo'qmi degan savolga aniq javob olishi zarur. Ikkinchi toifa pensiyaga chiqqandan keyin ish joyini bir necha marta almashtirganlar. Masalan, 1 yil maktabda ishladi, keyin xususiy firmaga o'tdi.
keyin yana boshqa tashkilotga kirdi. Bunday holatda elektron tizimda hamma ma'lumot to'liq tushganmi yoki yo'qmi? Ish beruvchilar ma'lumotni to'g'ri berganmi? Mehnat shartnomasi rasmiy bekor qilinganmi? Yangi ish joyi rasmiy ochilganmi? Bularni tekshirish kerak. Uchinchi toifa, oyligi o'zgargan yoki yuqori oylik olgan pensionerlar. Chunki ba'zi hollarda qayta hisoblashda nafaqat staj, balki ish haqi ko'rsatkichlari ham ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin oldingidan ancha yuqori maosh olgan bo'lsangiz, bu siz uchun foydali bo'lishi ehtimoli bor. Lekin bu har doim ham pensiya keskin oshadi degani emas. Chunki pensiya formulasi faqat maoshdan iborat emas. Unda staj, belgilangan chegaralar, bazaviy hisoblar va boshqa mezonlar bor. 4-toifa hujjatlarda xatolik bo'lganlar. Familiya har xil yozilgan. Pasport almashganda ma'lumotlar yangilanmagan. Mehnat daftarchasida muhr yo'q. Ishga qabul qilish yoki ishdan bo'shatish sanasi noto'g'ri. Korxona nomi o'zgargan, arxiv hujjati topilmayapti. Bular pensiya masalasida juda katta muammo keltirib chiqaradi. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin umuman ishlamagan bo'lsangiz, avgustdagi ishlovchi pensionerlar bo'yicha qayta hisoblash sizga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin umumiy pensiya oshirilishi bo'lsa, sizga ham ta'sir qilishi ehtimoli bor. Agar siz ishlagan bo'lsangiz, lekin norasmiy ishlagan bo'lsangiz, afsuski, men real hayotda ishladim-ku degan dalilning o'zi yetarli bo'lmaydi. Pensiya tizimi hujjatga qaraydi. Ish beruvchi sizni rasman xodim qilib ko'rsatmagan bo'lsa, to'lovlar bo'lmagan bo'lsa, bu davrni staj sifatida tan oldirish qiyin bo'ladi. Ayrim hollarda sud orqali yoki boshqa hujjatlar bilan isbotlashga urinish mumkin. Lekin bu alohida murakkab jarayon. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lib ishlagan bo'lsangiz, bu yerda ham to'lovlar muhim. Ya'ni faqat men tadbirkorman degan guvohnoma emas, balki belgilangan tartibda to'lovlar qilinganmi, faoliyat davri qayd etilganmi, majburiyatlar bajarilganmi, shular tekshiriladi. Birinchi misol. Olim 2 yoshli Aqmol aka pensiyaga chiqqandan keyin maktabda xo'jalik mudiri bo'lib ishlay boshladi. U 2 yil davomida oyiga 2 million 800 ming so'm maosh oldi. Ish beruvchi uni rasmiylashtirgan, ish haqi bank kartasiga tushgan. Barcha ma'lumotlar soliq va mehnat tizimlarida aks etgan. Aqmol aka avgustda pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, pensiyasini qayta hisoblash masalasini tekshiradi. Agar uning qo'shimcha ish staji va maosh ma'lumotlari pensiya formulasi bo'yicha foyda bersa, pensiyasi oshishi mumkin. Lekin bu oshish maoshining yarmi pensiya qo'shiladi degani emas. Masalan, uning pensiyasi 2 million 1 ming so'm bo'lgan bo'lsa, qayta hisoblashdan keyin 2 million 230 ming, 2 million 300 ming yoki undan boshqacha summa bo'lishi mumkin. Aniq summa faqat tizimdagi hisob-kitobdan keyin bilinadi. Ikkinchi misol. Muhabbat opa pensiyaga chiqqach, xususiy do'konda sotuvchi bo'lib ishladi. Har oy qo'liga 1 million 500 ming so'm naqd pul berishgan, lekin mehnat shartnomasi qilinmagan. U 3 yil ishlagan. Endi u men 3 yil ishladim. Pensiyamni oshiringlar dedi. Bu yerda muammo bor. Agar ish beruvchi uni rasmiy xodim sifatida ko'rsatmagan bo'lsa, uning nomidan to'lovlar qilinmagan bo'lsa, pensiya organi bu davrni oddiy gap asosida tan olmaydi. Muhabbat opa uchun eng to'g'ri yo'l avval ish beruvchidan rasmiy ma'lumot talab qilish, mehnat shartnomasi bo'lgan bo'lmaganini aniqlash. Agar huquqi buzilgan bo'lsa, mehnat inspeksiyasiga yoki sudga murojaat qilish. Lekin pensiya qayta hisoblanishi uchun hujjat kerak. Uchinchi misol. Bahodir aka pensiyaga chiqqan, keyin yil qorovul bo'lib ishlagan, keyin 6 oy ishlamagan, keyin yana boshqa firmada yil haydovchi bo'lgan. U men jami 2 yil ishladim deydi. Tizim esa har bir ish davrini alohida ko'radi. Qaysi sandan, qaysi sanagacha ishlagan, qaysi oylar uchun maosh hisoblangan, qaysi oylar bo'yicha ijtimoiy soliq to'langan. Agar ayrim oylarda maosh rasmiy hisoblanmagan bo'lsa, o'sha oylar stajga to'liq kirmasligi mumkin. Shuning uchun jami ishladim deyish yetarli emas. Oyma-oy tekshirish kerak. 4-misol. Dilbar opa pensiyaga chiqqandan keyin hamshira bo'lib ishlagan. Uning ish haqi avval 2 million bo'lgan, keyin 4 millionga oshgan. U pensiyasi katta miqdorda oshadi deb kutmoqda. Lekin qayta hisoblashda pensiya tizimi faqat oxirgi oylikni emas, belgilangan davrlar bo'yicha o'rtacha ish haqini, stajni va qonunchilikdagi cheklovlarni ko'radi. Natijada oshish bo'lishi mumkin. Lekin kutilgandan kamroq chiqishi ham mumkin. Bu aldash emas, bu hisoblash formulasining natijasi. 5-misol. Rustam aka pensiyaga chiqqach fermer xo'jaligida ishlagan. Ish beruvchi uni rasmiylashtirganini aytgan.
Lekin keyin ma'lum bo'lishicha, bir necha oy bo'yicha soliq hisobotida uning ismi ko'rsatilmagan. Endi o'sha oylar pensiya hisobida ko'rinmayapti. Rustam aka bunday vaziyatda ish beruvchidan aniqlashtirilgan hisobot berishni, mehnat shartnomasi nusxasini, ishga qabul qilish buyrug'ini, ish haqi hisob-kitob varaqalarini talab qilish kerak. Agar ish beruvchi rad etsa, yozma murojaat qilish va zarur bo'lsa, nazorat organlariga chiqish lozim. Eng katta nozik jihat shuki, pensiya oshish hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Ikki pensioner bir xil 2 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin birining pensiyasi ko'proq oshadi, boshqasining pensiyasi umuman o'zgarmasligi ham mumkin. Sababi ularning dastlabki pensiya hisob-kitobi, staji, ish haqi to'lovlari, pensiya turi va hujjatlari farq qiladi. Ikkinchi nozik jihat, rasmiy ish bo'lsa ham ish haqi juda past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiyaga ta'siri kam bo'lishi mumkin. Masalan, amalda 3 million so'm olasiz, lekin hujjatda 1 million so'm ko'rsatilgan. Pensiya organ amaldagi og'zaki summaga emas, rasmiy maoshga qaraydi. Shuning uchun rasmiy maoshni past ko'rsatish hozir qulay ko'ringani bilan ertaga pensiya, kredit, kasallik varaqasi, kompensatsiya va boshqa masalalarda zarar keltiradi. Uchinchi nozik jihat. Pensiyani qayta hisoblash uchun hamma ma'lumot avtomatik tushgan bo'lsa ham, fuqaroning o'zi tekshirishi juda muhim. Davlat o'zi biladi deb yurish kerak emas. Tizimlar rivojlangan, lekin inson omili eski hujjatlar. Arxivdagi kamchiliklar ish beruvchining xatosi bo'lishi mumkin. Ayniqsa eski mehnat daftarshalari bo'yicha xatoliklar ko'p uchraydi. To'rtinchi nozik jihat, pensiya turiga qarab yondashuv farq qilishi mumkin. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar bir xil tartibda qayta hisoblanmaydi. Shuning uchun qo'shningizning pensiyasi oshgani sizniki ham aynan shunday oshadi degani emas. 5-nozik jihat, agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin chet elda ishlagan bo'lsangiz, bu alohida murakkab masala. Bunda xalqaro shartnomalar, mehnat faoliyati rasmiyligi, to'lovlar, hujjatlarning tan olinishi kabi savollar paydo bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, chet elda ishlagan har bir oy avtomatik O'zbekistondagi pensiyaga qo'shilib ketmaydi. Hujjat va huquqiy asos bo'lishi kerak. 6-nozik jihat, pensiya oshirilganda qarzdorlik, aliment, ijro hujjatlari yoki boshqa ushlanmalar bo'lsa, qo'lingizga tushadigan summa kutilganidan kamroq bo'lishi mumkin. Masalan, pensiyangiz 200 ming so'mga oshdi, lekin sizda ijro hujjati bo'yicha ushlanma bor. Natijada kartangizga to'liq oshgan summa tushmasligi mumkin. Buni ham alohida tekshirish kerak. 7-nozik jihat, bank kartasi. Plastik karta yoki to'lov usuli bilan bog'liq muammolar pensiya oshmagan degani emas. Ba'zan pensiya qayta hisoblangan bo'ladi, lekin bankdagi karta muddati tugagan, hisob bloklangan, rekvizit eskirgan yoki to'lov sanasi bo'yicha texnik kechikish bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda pensiya jamg'armasidan hisoblangan summani, keyin bankdan tushgan summani solishtirish kerak. Endi eng muhim qism, siz amalda nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi bo'lsa, uning nusxasi, elektron mehnat daftarchasi ma'lumotlari. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi ma'lumotnomalari bo'lishi kerak. Agar eski yillarga oid maosh kerak bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi ham kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, rasmiy ish davringizni aniqlang. Qaysi sanadan qaysi sanagacha ishladingiz? Har oy bo'yicha maosh hisoblanganmi? Ish beruvchi sizni soliq hisobotida ko'rsatganmi? Elektron mehnat daftarchangizda ish joyi ko'rinadimi? Bularni ish beruvchining kadrlar bo'limidan, buxgalteriyasidan, shuningdek tegishli elektron xizmatlar orqali tekshirish mumkin. 3-qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, pensiyamni ishlagan davrim va ish haqi ma'lumotlarim asosida qayta hisoblashni so'rayman mazmunida ariza berishingiz mumkin. Arizani og'zaki aytib qo'yish bilan cheklanmaslik kerak. Imkon bo'lsa, yozma ariza qoldiring yoki elektron murojaat qiling. Murojaat ro'yxatga olingani tasdiqlovchi raqam yoki belgi bo'lishi kerak. 4-qadam, arizada aniq yozing. Masalan, men falon sanada yoshga doir pensiyaga chiqqanman. Pensiyaga chiqqanimdan keyin falon tashkilotda falon sanadan falon sanagacha rasmiy ishladim. Ushbu davr bo'yicha pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Ish haqi va staj ma'lumotlarini tegishli elektron tizimlar orqali tekshirishingizni hamda zarur bo'lsa, ish beruvchidan ma'lumot so'rashingizni so'rayman.
Mana shunday aniq yozilsa, murojaatingiz bo'yicha tekshiruv ham aniq bo'ladi. 5-qadam, ish beruvchidan hujjat oling. Sizga quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Mehnat shartnomasi nusxasi, ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i, ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma. Lavozim va ish davri haqidagi ma'lumotnoma agar zarur bo'lsa, ijtimoiy sog'liq yoki hisobotlar bo'yicha tasdiqlar. Hamma narsani asl nusxada topshirib yubormang. Avval nusxa tayyorlang. Asl hujjatni ko'rsatish kerak bo'lsa ko'rsating, lekin o'zingizda ham nusxa bo'lsin. 6-qadam, javobni kuting va tekshiring. Pensiya qayta hisoblangach, sizga yangi summa aytiladi. Shu joyda albatta so'rang, qaysi davr hisobga olindi, qaysi davr hisobga olinmadi, nega, qaysi maoshlar olindi, qanday asos bilan. Siz hammasini formulacha hisoblab chiqishingiz shart emas, lekin tushuntirish talab qilishga haqqingiz bor. Agar sizniki o'shmaydi deyishsa, sababini yozma ravishda so'rang. 7-qadam. Agar rozi bo'lmasangiz, shikoyat qiling. Avval tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga qayta yozma murojaat qiling. Keyin yuqori turuvchi organlarga, ya'ni pensiya jamg'armasining hududiy boshqarmasiga murojaat qilishingiz mumkin. Zarur bo'lsa, bandlik va mehnat munosabatlari tizimi, soliq organlari, arxiv, prokuratura yoki sudga chiqish ehtimoli ham bor. Lekin har doim hujjat bilan ishlang. Telefon orqali aytilgan gapni isbotlash qiyin. Yozma murojaat esa iz qoldiradi. 8-qadam, kartangiz va to'lovni tekshiring. Pensiya oshgan bo'lsa, lekin pul kam tushgan bo'lsa, darhol meni aldashdi deb xulosa qilmang. Avval hisoblangan pensiya miqdorini aniqlang. Keyin bankdan tushgan summani solishtiring. Ushlanma bormi? Bank kartasi muammosi bormi? Qarzdorlik bormi? To'lov sanasi o'zgarganmi? Shularni tekshiring. Agar siz hozir pensiyada bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan rasmiylashtirishni talab qiling. Keyin qilamiz, sizga baribir pensiya bor-ku. Rasmiy qilsak soliq ko'payadi degan gaplarga ishonmang. Bugun rasmiylashtirilmagan har bir oy ertaga pensiya hisobida yo'q oyga aylanishi mumkin. Agar sizning ota-onangiz ishlayotgan bo'lsa, ularning hujjatlarini bir marta ko'zdan kechiring. Katta yoshdagi odamlar ko'pincha buxgalteriya, elektron tizim, ariza, may, boychiq, guf, uz, bank rekviziti kabi masalalarda qiynaladi. Ularga yordam bering. Birgina noto'g'ri yozilgan familiya yoki eski pasport ma'lumoti sababli odam o'ylab yurishi mumkin. Agar sizda eski mehnat daftarchasi bo'lsa, undagi yozuvlarni tekshiring. Ishga qabul qilish sanasi bormi? Ishdan bo'shash sanasi bormi? Buyruq raqami yozilganmi? Muhr bormi? Korxona nomi tushunarlimi? Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxiv qayerdaligini bilasizmi? Bularning hammasi pensiya masalasida pulga aylanadigan hujjatlar. Agar siz avgust oyida pensiyangiz oshishini kutayotgan bo'lsangiz, avval bu o'shish umumiy indeksatsiyami yoki sizning shaxsiy qayta hisoblash natijangizmi? Shuni aniqlang. Chunki odamlar ko'pincha hammaniki oshdi, menikiga kam qo'shildi deydi. Balki boshqalarda umumiy oshirishga qo'shimcha ravishda qayta hisoblash ham bo'lgandir. Balki sizda ish davri hali hisobga olinmagandir. Balki sizning pensiyangiz allaqachon yuqori chegaralarga yaqin bo'lgani uchun o'shish kichik chiqqandir. Har bir holat alohida ko'riladi. Yana bir muhim maslahat, agar siz pensiya masalasida kimdir, pul ber, tezlashtirib beraman, tanishim bor, oshirib beradi. Hujjat kerak emas, hal qilib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Pensiya qonuniy hisob-kitob bilan oshadi. Noqonuniy yo'l bilan oshirib berish keyinchalik ortiqcha to'langan summa deb topilib, qaytarib undirilishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l hujjat, ariza va qonuniy tekshiruv. Demak, ishlovchi pensionerlar uchun avgust oyidagi pensiya indeksatsiyasi yoki qayta hisoblash masalasi juda muhim. Lekin hamma uchun bir xil qoida bilan falon foizga oshadi deb aytib bo'lmaydi. Asosiy mezonlar, siz rasmiy ishlaganmisiz? Ish haqi va to'lovlar tizimda bormi? Qo'shimcha staj hisobga olinadimi? Hujjatlaringiz to'g'rimi? Pensiya turi va avvalgi hisob-kitob qanday? Mening tavsiyam oddiy. Kutib o'tirmang, tekshiring. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Ish beruvchidan hujjat oling. Elektron ma'lumotlarni solishtiring. Agar xato bo'lsa, yozma ravishda tuzattiring. Chunki pensiya bu sadaqa emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz evaziga qonuniy haqqingiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz ishlovchi pensioner bo'lsa, kommentariyada yozing. Pensiyangiz avgustda oshdimi? Qayta hisoblash bo'ldimi? Qanday muammoga duch keldingiz? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiyada ishlayotgan yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumot ularga real pulini saqlab qolishda yordam berishi mumkin.